Xo'sh, nemislar yana qanday rejasi bor ekan? Ayg'oqchilarimizning ma'lumotlariga qaraganda, o'rtoq Yosef Visirin Bitta ism familiyani to'liq ayta olmaysiz. Bu qanday bedodlik? Mana bunday aytiladi. Yosef Vissarionov. Xullas kalom. Fashistlarning yana qanday rejasi bor ekan? Ma'lumotlarga qaraganda o'rtoq Stalin, nemislar oyga uchishmoqchi ekan. Mayli. Uchishsin. Uchaverishsin. Lekin biz Quyoshga uchamiz. Ma'zur tutasiz o'rtoq Stalin. Buni iloji yo'q. Chunki Quyoshga yaqin borsak, bizni kuydirib yuboradi. Nodon. Men hammasini o'ylab qo'yganman. Biz tunda uchamiz. Qoyil o'rtoq Stalin. Qoyil. Hasanna o'rtoq Stalin.